Qo'rqitib yubordingiz. Voy qara. Qog'ora shashlik yaxshi ko'rasan-a? Ha, yaxshi ko'raman. Yur. Oldi. Ovqat solishtiryapman, tez tayyor bo'ladi. Qo'y ovqatingni, yur. Deb kelamiz. Bo'pti. Voy qara. Sen kuchli insonsan, bilasanmi? Shuning uchun ko'proq yegin, yanada kuchli bo'lishing kerak. Xo'p. Qaytgancha hozir bu yerdan chiqib, onanglarni ko'rgani boramiz. Narigi hafta aytgandingiz-ku, yana boramizmi? Xo'p. Farruh aka, onamlarnikida nima uchun odamlar ko'p? Nigora, sen kuchli insonsan. O'zingni qo'lga ol. Hozir qaynaka kelyapti. Assalomu alaykum, aka, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Ha, rahmat aka. Zo'r, Xudoga shukr. Kuyov, bandalik ekan. Otamizni berib qo'ydik. Nima? Shuni singlimga o'zingiz yo'qligi bilan tushuntiring. Xo'p. Dadangni berib qo'y. Yaxshimisan, Nigora? Dadamdan ming roziman. Sizdek mehribon insonga turmushga berganlaridan. Har bir farzand uchun ota-onani o'limi merosir. Eng muhimi tirikliklarida g'aflatda qolmaslik. Meni ham otam o'tib qo'yganlarida bir o'lib bir tirilganman. O'shanda sen menga qattiq dalda bo'lgansan. Sendan ming roziman. Buncha nozik bo'lmasa